Do'st, endi Y harfi bilan yuz ko'rishsiz. Tayyorligingiz bitdimi? Baş Y. O'tira Y. Oğlanma Y. Yalğız Y. Yılan yaladı balısını, bala çişlivaldı anısını. Dada, bana kompüter ip versen-çu. Aldı bilen elip beni tiz tügetsen-çu. Haqiqa azmetken sen, dinozavurunu öldüreldin. Sendeki zadı qandaq sihir güçtü o. Qo'y baqıdı Ahad bay, öy salıdı Samet bay, aç yalıngaç qaldığı hiç çıkınmay Mehmet bay. A Y ay B A ba Y bay Y A ya şey yaş yağa sani koysa yasa buludu Y A ya S A sa yasa yağa zayını koysa yazay buludu Y A ya Z A za Y zay yazay Y Ü yü S Ü sü P süp Yusuf A T A ta ata Ö Y öy öy Y A ya S A sa yasa Yusuf ata öy yasa Sırlık orman. Burunning burunusida bir qo'rqinchli orman bo'lgan ekan. Bu ormanlikda sher, yo'lbars, yılan, chayonlardan tortib bo'g'i-maral, qo'y kallag'icha birga yashaydi ekan. Bu yerda bir oila kishilari bo'lib, ular ovchilik, dehqonchilik bilan jon boqadi. Bir kuni ular yılan, chayonlarning ko'pligidan o'z hayotidan ansirab, o'yilni cho'ridab tamsanmoqchi bo'ldi. Oğul lazimetlik narsalarni akilishga shaharga ketibdi. Oğlumuz ecep kelmaydi-ku, bir ish bo'lmagandi ha. Xotirjam bo'l, uningda qoral bor. Bu qishlar yetmaydigandek qiladi. Avval bu qishlarni ishlatib turayli. Yetmay qolsa, o'g'limiz kelganda bir gap bo'lar. Voychi! O'lgur, nereden keldi bu ablah? Yıldızxan, ko'zingizni iching'a. Birnim bo'lmagansiz, Yıldızxan. Dada, opamga nima bo'ldi? Opangni yılan chaqib og'ilib tas qoldi o'g'lim. Opa, ko'zingni ocha, men qaytib keldim. Keldingmi o'g'lim? Yovvoyi hayvonlar to'plashgan bu jangalda sana bir ish bo'lib qolamikin deb bak ensirdim. Her nim bo'lsa tez aman qaytib kelsan. Düymüsümü yovvoyi hayvonlar bek vahshiy ekan. Tig'i boyli bir yo'lbosning bo'g'iyotganligini ko'rdim. Lekin menda qoral bo'lgandan ansirmasangmi bo'ladi? Obdanroq aramag'in appa, bak qo'rqib ketibsan. Men sana choy damlab beray ya. Ular oxiri tamni bitiribdi. Shuningdan keyin o'yliga ziyonxo'r hayvonlar kirmaydigan bo'ldi. Ularmi xotirjam holda o'z tirikchiligini